Biz hozir qayerda? Hindistonning Kalkut portida. Sizlar hindi tilini bilamla? Bu yerdagi asosli til Bengal tili. Men bu tildan tijoratchi va dengizchilar bilan bir-birimizni tushungudek va ishlarimni bijiralugudek ba'zi so'zlarni bilaman bolam. Bu yerdagi odamlar bir-biriga o'xshamaydigan 60 xil tilda so'zlashadi ekan. 60 til? Bu rostmi? Shundoq, sen o'zingning ajoyibotlar davlati Hindistonda ekanligini unutib qolma. Bu yerdagi tomoqlarmi bakli g'alit ekan. Mezlik ham issiq. Tam tashvishlarimi ko'p. Tamoqqa amroqliqingdan shoir bo'lib qopsan, Lolo. Men kiyimni to'xtashdan burunla Hindistonning dori darmaklaridan purg'ini purashga boshlagan. Esimga solding. Men hozirla dori darmak o'digarlarining boshlig'i bilan uning yuklarini to'shib berishni deyishib kelay. Sizlar kiyimini bekorlab bo'lganda biz odatda tomoq yeydigan Ogli daryosi bo'yidagi tomoqxonaga beringlar. Men u joyni obdan bilaman. Bo'ladi dengizchi. Bu sevatlar nimanda qalita? Uningda meva bormi? Hech narsaga chiqilma ziyod. Qo'sqim yechib ketdi. Taxas bo'l. Bu sivatlarning ichida cho'ng yilonlar bo'lishi mumkin. Ya'ni eng xatarli yilon. Oshxonaga boradigan yo'l yiroqmi? Yo'q, mushu ko'rikdan o'tib bir qancha minut maqsaqlib bo'ladi. Qaranglar, bu kali yo'lni to'sib olibdi. Men uni qo'pirib yetay. Kibar hi nahi Sheikh Mihraja. Kibar he, nahi Sheikh Mihraja. Kibor hi nahi Sheikh Mihraj. Kechiringlar. U texi kichik, hech nimani uqmaydi. Men sana bir narsaga chiqilma demaganmidim. Bu xatarlik emas. Faqat bir qalig'u. Lekin bu yerdagi ba'zi kishilar kalini ulug'laydi. Kaliq qandaq bir joyda yotsa, hech qandaq maxluqning uni bearam qilishiga yoki qo'pirib o'tishiga yo'l qo'yilmaydi. Tushundingmi? Biz uni qachongacha saqlaymiz? Uni kalidan so'ra. Hay, u ani menga Asta menglar. Biz dengizchi bilan vadlashgan joyga berib olaylik. Biz boshqalarning e'tiqodlariga va madaniyatlariga hurmat qilishimiz kerak. Dinimiz bizga shundoq o'rgatadi. Men faqat ba'zi odamlarning qalig'i cho'qindiganligidan hayron qolganligimni ifodalamoqchi. Musa alayhissalomning qavmi bundan mashhurroq qilgan. Ularning orasida Allohning payg'ambarlaridan Musa va Harun deyiladigan ikki payg'ambar bo'lishi qaramay, ular Mo'zoyning haykaliga cho'qingan edi. Mo'zoyning haykali? Shundoq, Samariya sig'an haykal. Bizga tomoq buyurtgan marjon. Bu Samri deganlari kim? Uning qissasini bilmamsan? Yo'q. Samri degan bu odam tarixdagi eng g'alati va eng ilgar munofiqlarning biri. Sizlar meni uning qissasiga qiziqtirib qo'ydilar. Yaxshi, men sana tomoqdan keyin so'zlab beray. Tomoq chiqib bo'lguncha ozroq vaqt ketadi. Undaqda Samrining qissasini anglashtiraylik. Samri kishilarga ta'sir ko'rsatishga intayin usta odam ekan. Shuningdan keyin nima ishlar bo'ldi, Samri? Uzriyiz o'ldirildi. Zolim podshoh uni o'ldirib, jasadini parcha-parcha qilib, har bir parchasini boshqa yerga tashlavatdi. La'nat bo'lsin. Shunday qilib bu qiziqarli qissa qayg'uliq oxirlashibdi-da. Kim bu qissani oxirlashdi deydi? Uzriyizning o'limidan keyin yana nima bo'lmoqchi edi? Ko'p ishlar bo'ldi, Marisa. O'tinib qolay, qissaning davomini aytib bering. Jiq gap qilib, yilim qurib ketdi. Bak usab ketdim. Men hozirli sizning amroq chayingizni elib kelay. Men uni oshqo'saqa qandoq ichaman? Men sizga darhol tomoq tayyorlay.
ikkinglar mushundaq o'ltiramsizlar? Ondaqda bizni nima qilsin deysan? Kun nuri nihoyatda qiziq. O'rninglardan turib, xurmaning shoxlarini eginglar. Bo'ladi. Aziz suyumlik eriga uzun yig'labdi. Keyin erining jasadining parchalarini yig'ibdi. Men seni parch-parch qilib yetaman, Samari. Haliyim hazratlari. Bu mening seni 10-chi qaytim ogohlantirishim. Sen yana o'yin tomosha bilan vaqtingni isrof qilsan. O'ltirib tomoqqa eg'iz tagsizlar, haliyim hazratlari. Sen ilohlarning kam qolgan haykallarini Firavnning taxtiga o'ltirganligini qutlug'lash murosimidan burun putkizishing kerak. Tushundingmi? Hammasi dal vaqtida tutudi hazratim. Sizlar buningdan xotirjam bo'lsizlar. To'la ko'tildab, vaqtingni zoya qilma. Hozirla ishing qilma. Menga ishongsizlar. Bundaq omadli vaqtning o'rnini to'ldirg'ili bo'lmaydi. O'ltirib bu mezlik taomdan tetib baqsizlar. Ondaqda haykallarni kim yasaydi? Qo'rqmasizlar. Sizlar Aziz va Ozroisning afsonasini bilamdilar. Mening bundaq tetiksiz gaplarni anglag'ili vaqtim yo'q. U tetiksiz gaplar emas. İlgirki xalqlarning hikoya va afsonalari hikmat konidir. Qani o'ltirib tamoq yesizlar. Haqiqatan usta haykaltarashgansan. Men yana usta hikoyachi. Cho'milining o'milgini tuyalayman. Ko'zim burkutnikidan o'tkir. Ammo bu qobiliyatlarning hammasidan foydalanmayapman. O'zingni pek maqtab etma. Muhimi, biz bu ishni Firavnning taxtga o'ldirish murosimidan burun putkizishimiz kerak. Sizlar Firavnni bu haykalga qiziqdi deb o'ylamdilar? Nima demaksan, Samiri? U o'zini Rabbi tarafdan avatilgan payg'ambar deb olgan Hilqi Musa degan odam bilan aldirash. Ha, to'g'ri deysan. Bu Musa degan odam to'limi xatarlik. Agar uning davlati tarqalib ketadiganli bo'lsa, bizning ishimizmi tugaydi. Och qilib sarson bo'lamiz. Lekin Musa men va sizlarga o'xshash Bani Isroil ichidan chiqqan kishi. Bu so'zingdan seningmi uning ishindiganliging chiqib turadi. Men faqat manfaatga ishinaman. Musa o'zi ishlaydigan kambag'al odam. Agash kuchilarga na mol, na huquq berilmaydi. Musaning ishi meni xeyli gangirtib qo'yibdi. Ha, men berib uxlab beray. Haqiqatan qaltis yasabsan, Samiri. Ustiga qara. Bular Firavnga osiylik qilgan sehrgarlar. Shundaq, ularni aniq ko'ryapman. Firavn o'ziga cho'qinishni tashlashni o'ylayotgan har qanday kishiga tahdid qilayotgandek qiladi. U o'zining kuchi va huquqi borlig'ini ko'z tutib qo'yayotgandek qiladi. Sen shundaq o'ylamsan? Sen boshqacha o'ylaydigan o'xshamamsan. Men Firavnni endi tugashdi deb qarayman. U Musaning oldida mag'lub bo'lganligini jakarlig'iga oz qoldi. Bu yerga esilgan sehrgarlarning jasadlari seni aldab qo'ymasin. Bu degan ovchilarning qopqiniga tushgandan keyinki shirning hurkirishi xolos. Men hech narsani tushunmadim-ku. Sening tushunishing muhim emas. Muhimi biz Musaga ozroq do'stlik izhor qilib qo'yaylik. Menga ishonmayqa, cho'qim Musaning Firavn bilan bo'lgan ko'rishida foydasi bo'ladi. Elimo tushunmadim. Sizlar qanday qaraydilar hazratim? Meningcha Musa haq ustida. U Allohning payg'ambari. Biz o'z ko'zimiz bilan ko'rib turayotgan ishlar mushuni muayyanlashtiradi. Men Musa va Harunning Rabbiga iymon etdim. Men Musaga o'xshash. Men Musaga iymon etganligimni aytaman, lekin bak oshkorlab etmayman. Mubodo u foyda ep qolsa, biz uning bilan birga foyda olamiz. Agar ziyon tortib qolsa, uni tashlab ketamiz. Yaxshi, Samiri, men hamisha sening aqlingga, o'tkirligingga, ishlarni yaxshi planlay olishingga ishonaman. Tez bo'linglar, ko'p vaqtim yo'q. Musa payg'ambar bizni saqlayotdi.
Biz bu yerda qolsaq yaxshi bo'lmamdi. Yana ko'tildig'ida turding'i. Piravin barliq İsrail avlodlarini tutyapti ana. O o'g'illarni o'ltirib, qizlarni tirik qoldirishga boshladi. Bizning hamda Allohning payg'ambari Musoga aytishdan boshqa fursatimiz qolmadi. Uningga bakrak gap qiling. Pek ko'p narsa olma, yo'l yiroq. Biz Musa payg'ambar bilan nalar yumukinib yurishimizni bilmaymiz. Buni bilaman, lekin bular zo'r narsalar. Mushuncha zibuzunatlarning hammasi zo'rmi? Bu narsalar mening emas. Bu mendagi omonatlar. Men ularni ilgari xizmatini qilgan Misrlik bir xonimdan oriyat olgandim. Menmi shundoq? Men yenimdagi Misrlik xonimdan oriyat olgan zibuzunatlarni elib oldim. Tez man Samiri, tugishadigan bo'ldik. Tugay deb qoldi. Faqat kakka, ushga, ozroq yelim va bo'yoqlari qoldi. Sen o'zingni haykal yasaglamadim deb o'ylab qoldingmi? Biz qechib meng'ovatimiz, tez bo'l deyman. Nubada halak bo'lsak, saymonlarning eg'irligining hech ziyini yo'q. Lekin qutulib qolsak, men ilib olgan bu narsalarning qimmatini bilib qolasan. Sen xato tushunib qopsan. Allohning payg'ambari Musoning bizga o'z Rabbi haqida so'zlab berayotganini anglamadingmi? U buni barliq shaylarni yaratquchi. Uning o'xshi yo'q. Uni ko'zlar ko'ranmaydi. Uning qaysi bir shaklga kirishi mumkin emas deb aytmamdi. Anglamadingmi? Musa podshoh bo'lib, taxti va agar toyiqi bo'lgan chaqda cho'qim ko'z qarashini o'zgartirdi. O'ziga haykallarni yasab, afsonalarni so'zlab beradigan odamga muhtoj bo'ladi. Agar men ko'yindigan bo'lsam, bu saymonlaringni Allohning payg'ambari Musa va uning qarindoshi Harundan maxfiy tutqin. Bo'ladi, qani yur. Ular yetishib olaylik. Hozir nega boramiz? Oldimizda dengiz, keynimizda Piravinning lashkarlari. Jim tur murta. Biz Allohning payg'ambari Musoning buyrug'ini anglaylik. Shu asnoda Allohning payg'ambari Musa alayhissalom osin dengizga shildigan ekan. Dengiz suvi har bir bo'lak cho'ng tog'da keladigan ikki bo'lakka bo'linibdi-da, qavmini daryodan o'tishga buyuribdi. Payg'ambarning buyrug'i aniq bo'ldi. Asi ikki yarg'an o'rindan o'tinglar. Tez bo'linglar. Lashkarlarning otlarining ovozlari yiqilib kelyotdi. Sen qayerda Rima? Mendan yiroqlab ketma. Sevimli payg'ambarimiz sizlarni oldirmay menishga, ojizlarga, yashanganlarga va bolalarga yordam berishga buyurdi. Tugashdik. Hammamiz o'ldigan bo'ldik. Tez daryo qarab men Samiri. Men oldiramadim, lekin ustimdagi yuklar bak eg'ir ekan. Bo'ldi, tashlavat, jinoni qutuldir. Bo'lmaydi. Nima davatsan, birodar? Bu talishib o'tirdigan chog' emas. Men o'zimni qutuldiray bo'ldi. Shirin xiyollarimning og'ir suvning o'tirsida mengish bo'ldigan bo'ldi. Men o'zimni mushundaq yerda hayot ko'rmagan bo'lsam, Musoga herkes ishonmaydi. Muso payg'ambarga ishonib yaxshi qildik. Samri qani meha. Kaynimizdan kelyotdi. Uni yolg'iz tashlab qo'ydingmi? Men faqat suvga uning oldida kirgan shu. Bu bechora cho'qim halak bo'pti. Uni Piravinning lashkarlari tutib olgan. Ojizlarga yo'l beringlar. Bir singlar menga bu xaltini ko'tirish beringlar. Men sen yordamlashay Samiri. Men yordamlashay. Sening zolim qavmdan qutulganligingga Allohga shukrlar bo'lsin. Qani, vaqtni zoya qilmanglar. Davomliq menga beringlar. Ko'rdingmi? Seni tashlab kelganimdan bakla afsuslanman do'stim. Buni qo'yib tur. Parqiraq bir nurni ko'rdingmi? Qaysi narsani? Qovul bir otni ko'midingmi? Suvda ot nemish qilsin? Suv kalasini ko'rib qoldingmi ya? Voy ahmoq. Sen hech nimani tushunmaysan. Sen mi tepishmoq qilib turding-ku, Samiri? Men boshqa hech kim ko'rmagan narsani ko'rganda qilaman. Am yaxshisi bu haqda so'zlab yurmay. Aqlimga kashgan ishni kaynimga qaytib o'qib kelay. Dengizga qaytamsan? Saran bo'ldingmi? Sen meni va men bilan qaring bo'lmasa, hozirlik kaynimdan yetishib olaman.
To'xtab tur, Samri. Nimada xalita odam. Mening bir narsa ko'rganim aniq. Nima degan qo'rqinchli ish. Men uningga nurning kuchligidan obdan qarayanmadim. U hurmatli farishtalarning biri bo'lib qolmasin yana. Nima shundoq bo'lmasin? Eti manganligi yerdan o't unibdi. Bu muborak tuproqdan bir changal et saqlab olay. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. صدق الله العظيم. Samri Previnning lashkarlari bilan birga olib bo'ptimi? Undaqda o ilib olgan bir jangal to'pini qanday qilibdi? G'izolanishning qoidasi gap qilmaslik. Bu savollarni boshqa chog'da so'rayli. To'g'ri deysan, Lolo. Mening faqat Samriga nemish bo'lganligini bilgim bor. U nemishqa bir jangal topish uchun hayotini dog'i tikidi. Buningda nima xushallik bor? Sabr qil, o'g'lim. Har narsani vaqti kelganda cho'qim berasan. Endi ichida tutqularning purqi, noaytin mezilik. Ma'qul. Lekin menga Samrining qissasining davomini aytib berishni unutib qolmasizlar. Ma'qul. Alloh xolisa. سبحان من أهدى إلينا ذكرانا وأمدنا بالفضل والإحسان. سبحان من أوحى به لنبيه ليضيء فجر العلم والإيمان. سبحان من بالحق هو يروي لنا قصصا عن الإنسان في القرآن. يا رب نور بالكتاب قلوبنا، يا رب عطر بالكتاب لساني. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كم من طغاة ظالمين تجبروا ملكوا بفضل الله ثم تنكروا وتذكروا عند التراب الفاني. كم من رجال صالحين تعاهدوا أن يصبروا وقت الصعاب وجاهدوا حكاياتهم تبغى مدى الأزمان. تلك العجائب والخوارق كلها صدق إذا وردت عن الرحمن.